Assalomu alaykum. IT orqali yo'l podkastimizga xush kelibsiz. Bu podkastimizda biz IT olamidagi real tajribalar, yoshlar uchun kerakli motivatsiyalar haqida samimiy va ochiq-oydin gaplashamiz. Agar siz IT olamida o'z yo'lingizni qidirayotgan bo'lsangiz yoki qaysidir yo'nalishi siz uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, aynan to'g'ri yerdasiz. Qani keting. Bugun studiyamizda IT olamini aqlli, faol va eng asosiysi bizga vaqt ajratgan inson Jasur Mamunov bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Jasur Mamunov Inha universiteti bitiruvchisi va Inha universitetida hozirda professor yordamchisi bo'lib ishlamoqdalar. Xush kelibsiz. Xush ko'rdik. Jasur aka, bu IT sohasini tanlashda sizni nima bo'ladi? Nima undadi? IT sohasini tanlashda boshda o'qishga kirishimdan oldingi bo'layotgan narsani aytadigan bo'lsak, birinchi o'rinda atrofdagi odamlar ko'proq menga ta'sir qilgan. Chunki bundan oldin men ITni o'ylamaganman, men ko'proq diplomatiyaga harakat qilmoqchi bo'lganman. Endi u ham misol uchun atrofdagilar endi yoshlik paytida men bunga kirasam, bundoq qilasan deb turib aytishadigan bo'lsa, shunga qarab yurishga harakat qiladi. Yosh bolaning o'zini ota-onasi yokida o'zini yaqinlariga qarab turib o'sha kasb tanlagisi keladi. Bizda endi mana otamdan o'zlari bank sohasida ishlaganlari sababli balki shu soha bo'yicha ketmoqchi bo'lgandirman. Tog'am ham shu sohada ishlaydi. Lekin trendni o'zgarayotgani, ya'ni IT sohasiga keyinchalik juda ham katta e'tibor bo'lishi shunaqa maslahat tushgan menga. Maslahat tushgani undan keyin Inhada o'sha payt yoki o'qiyotgan yoki bitirgan talaba edi. Esimda bor, o'sha kishi bilan gaplashganman, qanaqa bo'lishini. Yana boshqa kishi bilan gaplashganman, boshqa kishi endi ikkalasi ham endi yaqin oiladan deb hisoblasak bo'ladi. Ikkinchi kishi diplomatiya deydilar. Diplomatiya ular ham o'sha paytda yoki bitirganlar yoki o'qiyotgan bo'lganlar. Keyin maslahat berganlar, shunaqa bo'ladi. O'shaning uchun ko'proq bu tomonga ketgan yaxshi. Endi men ingliz tilini ko'proq o'rganganman. Matematika, fizikada unchalik ko'p ichiga kirmaganman. Bekishni nima kerak bor, unchalik zo'r bo'lmaganman-da. Даже bazaviy bilimlar bo'lgan bo'lsa ham, ya'ni asosiy bilimlar matematikadan, fizikadan uncha bilim bo'lmagan. Matematikadan keyinchalik men bu katta sinflarda o'tiladigan bilimlar unchalik zo'r bo'lmagan. Birinchi loyihangizga hozir qarasangiz qanaqa hissiyotlar bo'ladi o'zingizda? O'sha paytda men esimda bor, Django o'rganayotgandim. O'zim Python'daman-da. Denismi ismini YouTube'dan ko'rgandim. Ivanovmi deb familiyasi kirishi. O'rganib turib YouTube degan loyiha edi u. O'zim qilib ko'rganman. U misol talabalar bo'ladigan bo'lsa Inhada bitiruvchilar bo'ladi, yoki katta kursdagilar bo'ladi. Ular ma'lum bir chuqurga tushgan. Hamma xohlagan odam tushunadi bu yerda. Chuqurga tushgan, misol o'qish bo'yicha, kurslar bo'yicha, boshqa bo'yicha. Aytadi. Shunaqa joy bor, advice beradi kichkina kursdagi. Shunaqa joy bor, shunaqadan foydalaninglar. Ya'ni tip podskaska beradi. Ya'ni yordam oldindan aytib ketadi. Keyin bu yoqqa kirib turib, forum o'xshagan joy topsiz bo'ladi. Ya'ni maqsad nima edi? Shu tushilgan chuqurga tushingizda yonidan aylanib o'tasiz. Lekin o'sha paytda zo'r tuyulgan bo'lsa ham hozir bu narsa unchalik zo'r tuyulmayapti menga. Chunki o'sha chuqurga tushish kerak odam baribir. Chunki chuqurdan chiqishga harakat hammada har xil bo'ladi. Chuqurdan chiqishga harakatdagi bo'lgan o'rganayotgan ma'lumotlar, o'rganayotgan bilim hammada har xil bo'ladi. IT yo'nalishlaridan qaysi yo'nalish qiziqroq? AI qiziq menga, chunki men endi atrofda har xil yo'nalishlarga qarab chiqaman. Atrofda misol kimdir product manager bo'lib ishlaydi, kimdir bu ishlaydi, tanishlar ko'p. Nima bo'lyapti? Hozirgacha misol uchun boshqa ba'zi bir joyda ishlaganman ham. Zo'r. Hech qaysini yomonlamayman, chunki hammaning o'zini history'si bor, tarixi bor. O'shani sekin yozishni boshlaydi.
Men o'zim sinab ko'rdim. Buni sinab ko'rdim, buni sinab ko'rdim, project management qarab ko'rdim, Scrum Master ko'rdim, product managementga harakat qilib ko'raman dedim. Harakatlarni qilib ko'rdim-da. Qarasam baribir menda haligi nimadir keyinchalik surasiz-ku. Ya'ni shunaqa deb o'ylaysizki, bu narsa qiyin. Keyinchalik katta bo'lganda o'rganarman. Baribir o'sha yo'nalishda keyin ketarman deb o'ylaysiz. Yo'q, qolish kerak emas, hozirdan boshlasa bo'ladi. Ko'proq oladigan bo'lsa ham, risk katta bo'ladigan bo'lsa ham, hozir qoningiz qizyaptimi? Hozir siz yoshligingizda risk taking possibility katta-da, chunki hali oila qurilmagan bo'ladi boshqa, ya'ni tavakkal qilsangiz ham o'zizga yordam. O'shaning uchun AI yo'nalishida men iloji boricha oldinga yurishga harakat qildim. Misol ishlayotgan joydan chiqib ketdim. O'zimni proyektim startapim qilaman dedim. Research bo'yicha ketaman dedim. Akademik tomondan magistratura davom ettiraman dedim, chunki menga qiziq narsa. Qaytib keldim TA teaching assistant. So hozir subjectida TA bo'lish ishlaman. Research qilish uchun. Startapimni misol uchun professordan to'g'ridan-to'g'ri yordam olishim uchun. Shunaqa qilib o'zim yo'nalishni ketmoqchiman. Hozirdan tanlashga menda imkoniyat bor, chunki keyinchalik bu narsa risk taking qiladigan bo'lsam, juda ham katta devorga urilish bo'lishi mumkin. O'shanga hozirdan keyinchalikka qoldirmasdan qilishga harakat qilyapman. Yana bir savol. IT sohasida o'zi qaysi yo'nalish eng qiziqarli deb o'ylaysiz? Va vibe codingni o'zi kelajagi bormi? Chunki agar уже AI kod qismini yozib bera olsa, o'rganib o'tirish kerakmi uni? Shunchaki AI bilan qilishni o'rganishni o'zi yetmaydimi? Menga hozirgi paytda AI juda ham qiziq. U degani AI bo'yicha men humankind, ya'ni odamzodga yordam beradigan, hissasini qo'shadigan, oldinga harakat qilish uchun, rivojlanish uchun hissasini qo'shadigan nimadir qilmoqchiman. Chunki bu yoq savolga filosofiyaga o'tib ketib qolish mumkin. Odamzod yashayaptimi? Odam yoki o'lgunigacha odamzodga yoki dunyoga misol o'zini impaktini qoldirmasa, bu sal yetoqroq menga tuyuladi. Ya'ni o'sha limited hamma time bo'ladigan bo'lsa, o'shangacha shart emas, misol uchun Marsga borishingiz yoki tam SpaceX bo'lishingiz. O'zingizni qiziqqan yo'nalishingizda bu degani misol uchun hunarmandchilik bo'lishi mumkin. Ketaveradi yo'qlar. Odamlarga yordam beradigan nimadir qilib, o'zingizni izingizda qolishingiz kerak. GPTni misol akademik tomonlama, ya'ni maktablarda, universitetlarda, boshqa joylarda uni cheklash kerak emas. Buni ishlatib, Yaxshi tomonlari. to'g'ri, yaxshi tomonlarini ishlatib turib, atrofdagi dunyo bo'yicha global nima yangilik bo'layotgan bo'lsa, o'shani ishlash kerak. Ya'ni GPT bo'lyaptimi, GPT yangi versiyalar chiqyaptimi, o'shani ishlashni o'rganish kerak. O'shani ishlatib, yana nimadir innovatsiyalar qilishga maktabdan o'rganib kelish kerak. Telefonni olib qo'yadi, GPTni ishlatma, unaqa boshqa. Okey. Lekin o'shanga base qilib turib, tekshiruv ham, misol uchun damashqalar berildimi, home assignmentlar, o'shadan qanot tekshirish kerak, boshqa o'shani kriteriyasini o'zgartirsa bo'ladi, GPT-dan qo'shib qo'yib. Naproot odamlar foydalansin shundan-da. Chunki oldindan misol yoshligidan foydalanadigan bo'lsa, eksperiment qilib ko'radigan bo'lsa, keyinchalik bu narsa osonroq bo'ladi. Ikki ham odam curious bo'ladi. Curious bo'ladi degani bunda qanaqa edi, nima edi. O'shani oldinga ustarayevshi tam eskirib ketgan modullarni o'rganib yurmaydi, bitta kitobdan yangi atrofda dunyoda bo'layotgan texnologiyalardan foydalanib ko'radi. O'sha bo'yicha savol, masalan, hozir bolalar liniyaviy davosiz qilmaydi narsalar, masalan. Bola dangasa emas, o'zi aslida. O'shanga nima ta'sir qiladi? Atrof muhit ta'sir qiladi. Bola o'zi dangasa emas. Kimni ayblash kerak? Odamni o'zini ayblash kerak emas. Men bu bolalar anaqa qilyapti, boshqa unaqa emas. Sistemani ayblash kerak. Chunki sistemaning o'zida misol sizlar ham o'qigansizlar-ku. Sizlar ham endi misol bizdan keyin o'qigansizlar maktabda, ya'ni yangi avlod deb sizdan oladigan bo'lsak, qanaqa bo'lgan? Kitob beriladi. Kitobdagi narsalarni o'rgan, shuni test qilamiz. Basiclar shu. Misol uchun nimalar qilish mumkin, kimdir uni qilish mumkin, kimdir buni qilish mumkin. Har xil maktablar har xil. Lekin aksariyatini aytyapman-da. Shunaqa. Ya'ni kitob beriladi, kitob o'rgan,
test qilamiz. Shu. Odam maktabga bordimi, o'rganyaptimi, savol berish kerak. Nimaga bu bunaqa ishlayapti? Nimaga bu bunaqa bo'lyapti? Nimaga bu bunaqa bo'lyapti? O'sha savol bergandan keyin odam o'zini trenirovka qilish boshlaydi. Qiziqqonligi bor-ku, curiosity o'shani oshiradigan bo'lsa, bu faqat maktab paytida emas, keyinchalik odam o'zi life time'ida learner bo'lish kerak-da. Shart emas faqat maktab, kollej, universitet. Yo'q. Umr davomida nimalarni o'rganish kerak. Har bir nimalarni YouTube kirib bo'lsa ham, boshqa kirib bo'lsa ham o'rganish kerak. Chunki o'shanda curiosity bo'lgan mana bu o'zini hissiyoti bor-ku, o'shani qondiradi-da. Shunaqa qilish kerak. Buni boshidan o'rgatish kerak odamga. Hatto sistema shunaqa sal noto'g'riroq, boshqacharoq base bo'lgani uchun, boshqa odamlarga oldingi avlodga base bo'lgani uchun что kelajak avlodda to'xtatib qo'yilyapti-ku. Curiosity tushib ketyapti. Curiosity qancha tushib ketsa, odamlar kamroq savol berishni boshlaydi. Kamroq savol beradigan bo'lsa, kamroq tushunishni boshlaydi. Kamroq tushunadigan bo'lsa, o'sha eski mindsetda qolib ketadi-da, innovatsiyalar qilishni to'xtab qoladi. Sivilizatsiya-ku, bu sivilizatsiya iloji boricha ko'proq savol berib, ko'proq izlanib turib, yangi innovatsiyalar qilish kerak. Shu, o'sha telefonlar eskirdi. Hamma qo'lida temir ishlab yuraveradi. Nimadir innovatsiya qilish kerak yani. Computer vision achkilan qilishyapti, misol uchun metodi. Uni ham misol uchun bizda qilinish kerak bu narsalarni, har xil innovatsiyalarni qilish kerak. Shu shunaqa fikrlash sistemani aylash, odam emas. Shunaqa. Shu agar IT ga endi kirmoqchi bo'lgan tomoshabinlar bo'lsa, mabodo ularga ayta olasizmi? Savol bo'ladi-ku, ba'zida IT o'zi qanaqa Instagramda aytilganda 6 oyda $5000 deganda bo'ladimi yoki ichi unchalik oson emasmi ITning o'zi? Kurslarga borib masalan qanaqadir o'rganish. Короче, bitta narsada, shu narsani yomon ko'raman-da. Pulga muhabbat qo'yiladi-yu. Men fikrlashim shu o'yimda o'tirib qo'yib beraman hozir. Xo'p, ITda pul katta ekan. Xo'p, qancha deysiz? Qancha? $5000-$6000. Yana qo'shing. $700,000. 10,000 mayli. $10,000. $10,000. Bir oyda $10,000 toparkansiz, xo'p. Bir yilda qancha topasiz? Yetarlicha pul topasiz. Xo'p, 5 yilda qancha topasiz? Yetarlicha topasiz. Endi o'sha pulni olingda global daraja bor-ku. Milliarderlar boshqalar bor. O'shandan solishtirib ko'ring. Siz shu ishlab topgan pulingiz chipuqadi. O'sha ishlab topgan pul bo'yicha qancha bo'ladi? Misol uchun 1 yilda 120 ming bo'ladi. 5 yil qiling shu narsani. Mana даже этот Bugatti ham sota olmaysiz-da. Даже $1 million ham chiqmaydi. Demoqchiman, insignificant. Ya'ni siz pulga muhabbat qo'ygan bo'lsangiz, siz misol $10,000 oylik topyapsizmi, $20,000 topyapsizmi? Baribir dunyo pulini ishlab topa olmaysiz-da. O'shanga odam sal bu fikrlashni o'zgartirish kerak. Odam investitsiya qilyapti hayotini, olayotgan rezultati har doim pulda bo'lmasa kerak-da. Chunki u pul misol ko'pchilik aytadi-yu, o'lgandan keyin misol olib keta olmaydi, boshqa bir narsa aytadi. To'g'ri, pul komfortni olib keladi, boshqa. Lekin o'shancha pul ishlab topdingiz deylik. Pul ishlab topyapsiz, uy-joylar qilib qo'yingiz, mashina oldingiz, ular ketdi. O'sha pulni misol uchun semechka biznesdan topdingiz. Deydi. Semechka biznes qildingiz-da, zo'r o'xshab ketib qoldi, milliarder bo'lib ketdingiz. Mashinangiz ko'p, boshqa odam uyingiz bor, boshqa zo'r. Nechadir yil vaqtingizni ketkazdingiz, shu joyga, shu paytga kelishingiz uchun. Shuncha ketkazgan vaqtingiz bor-ku hayotingiz. O'shandan xursandsiz yoki yo'q? O'shan endi kimlar xursand bo'lishi mumkin? Semechka qiziqadi. Lekin bu balki o'xshatmaydi desa bo'ladi-da. Nima o'ylash kerak? Xo'p, men dunyoni pulini topa olmasam ham, topishim ham kerak emas. Men hayotimni investitsiya qilyapmanmi?
o'zimni qiziqqan yo'nalishimda ketishim kerak. O'zim qiziqqan yo'nalishimda odamlarga yordam berishim kerak. Bo'ldi, shunaqa narsa bo'lishi kerak. Chunki odam qiziqmayotgan joydan pul ishlab topib yurgan bo'lsa, shuni orqasidan vaqtini, umrini ketkazayotgan bo'lsa, unda keragi bor. Chunki qancha muddatdagi baribir odamni hayoti cheklangan. O'sha cheklangan vaqt ichida odam faqat pul orqasidan yurish kerak emas-da. To'g'ri, pul bo'lmasa odam qiynaladi, bir narsa sota olmaydi. Lekin nimadir qilib baribir yo'l topish kerak-da, o'sha o'zini qiziqqan tarafi bo'yicha. Odamlar har xil biznes qilyapti-ku, misol uchun qurilishda, boshqada, chunki odam o'ziga qiziqarli. Zo'r pullar qiladi misol uchun. Bo'ldi, lekin eng asosiysi o'z qiziqqan yo'nalishga ketyapsiz. O'sha to'g'ri investitsiya qiling, bo'ldi. Что keyinchalik nechadir yilga yetganingizdan keyin, necha yoshga yetganingizdan keyin katta bo'lib, tamom. Hayotingizga qarab turib, demasligingiz kerak. Inhada prezidentlik davringizda asosan nimalarni o'zgartira olgansiz o'quvchilarning hayotida tipa? Короче, ma'lum bir qanaqadir zo'r katta ideya bo'lmagan, keyin eksperiment qilib ko'rib, nima o'xshayapti, nima o'xshamayapti. O'shalarni qarab chiqilgan. Men tushunganman, misol Inhada klubda yaxshi ishlamaydi, klubdan qilish kerak emas, community qilish kerak, community qilib turib, uni shunaqa darajada kengaytirish kerakki, universitetdan tashqariga chiqarish kerak. Lekin o'sha tashqariga chiqsa ham universitetda qanaqadir qismi qolishi kerak. Misol uchun email community bor, hozir ham bor. Boshqalarni ham shunaqa qilmoqchi bo'lganmiz. Zo'r o'xshagan. Misol uchun sinemateka degan bo'ladi. Tashqaridan movie ko'rishadi. Shunaqa odam topganlardi. Boshqa universitetdan kerak bo'lsa maktabdan ham даже o'quvchi kelgan o'sha paytda esimda bor. Agar adashmayotgan bo'lsam, shunaqa darajada keng bo'lardi-da. Har bir bo'layotgan narsa katta qanaqadir proyektga qaralash kerak bo'ladi-da. Ya'ni o'sha community qiladigan bo'lsangiz, community bilan klub bilan farqi bor. Klub как universitetniki, tam unaqa qilishim shart emas. O'zingizga qaramaysiz-da, community bo'ladigan o'zingizga qaraysiz-da. Mana joyga o'xshamaydi. Qilishim kerak deb turib, har xil tomonlama harakat qilasiz. O'sha narsa bizning talabalarga yaxshi boshlangan. Ya'ni o'sha community boshqargan talabalarga har xil narsalarni qilib ko'rish boshlagan. Diğer tomonlama o'zini продвижение qilgan, chunki o'zini proyektdagi qaraydi unga-da. Shu narsa Inhada o'xshagan, lekin ozgina vaqt o'tgandan keyin ba'zi bir sabablarga ko'ra davom ettirgim kelmagan bu narsani, ya'ni prezidentlikni shu bo'ldi. Kim prezident bo'ladigan bo'lsa, prezident bo'lsin. Undan keyin nima qilishda har xil mezonlarni qilib qo'yishdi. Hozir misol uchun prezidentlik даже yo'q hozir. Prezident o'zi Koreyada menimcha hozir. Sergey. Koreyada sizlar prezidentinglar. Endi menimcha bu narsani tashlashadi. Student council qilishgan, student stationdan keyin. Короче, bunaqa pozitsiya уже menimcha yo'qolib ketdi. Davom ettirish kerak edi. Shu, lekin hozir yoshlar zo'r bo'ldi. Community zo'r ishlaydi. Communityni iloji boricha tashqariga chiqarish kerak. Chunki bu yerda startaperlar-ku. Startaperlar bo'lgani uchun ularning ham mindset shunaqa-da. Shunaqa qurishni boshlash kerak-da. Universitetdan tashqariga olib chiqib, rivojlantirish kerak, o'qib ketish kerak. O'shani kerak bo'lsa pul qiladi, chunki qiziqadi, yosh o'sha paytdan qiziqish boshlagan. Lekin qaysi bir qismini universitetda qoldirish kerak. Nimaga? Chunki universitet birinchi navbatda ularni o'sishiga yordam beradi. Diğer tomondan yordam berish mumkin, boshqa tomondan yordam berish mumkin. Endi ular ham qaytarish kerak. Qaytarib turib, hozirgi o'qiyotgan, keyinchalik o'qiyotgan talabalarga yordam berish kerak. Shu. O'sha narsa zo'r o'xshagan, lekin davom ettirmagan. Shunaqa narsa. Qilib ko'rganmizmi? O'zingizlar ham misol qilib ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Hozir mana yoshlar ittifoqi haqida gapirdingiz. Ya'ni ular yaxshi ishlashyapti. Aynan nimani nazarda tutib gapiryapsiz? Masalan, yoshlar ittifoqiga tegishli nima sizni e'tiboringizni tortdi hozirgi paytda yaxshi ishlayotganini tasdiqlovchi? Bu to'g'ri bilan siz hid qilasizmi yoshlar Hech kimga hid qilmoqchi emasman. Prosta so'rayman. Jamoa zo'r ishlayapti. Qanaqa ma'noda? Jamoa oiladagi bo'lib qolgan. O'sha narsa menga juda ham zo'r seziladi. Men o'zim yoshlar ittifoqi emasman, o'shaning uchun tushunmayman-da, bu boshqa tomondan. Lekin ko'zga tashlangan joyi bu oiladagi harakat qilyapti, ya'ni bir-biriga joni kuydi. Shunaqa degan ibora ham ishlatsa bo'ladi bu yerda. Ya'ni ichida og'riq bo'ladi, agar nimadir o'xshamayotgan bo'lsa, nimadir to'g'ri bo'lmayotgan bo'lsa, u yerda open mind ko'pchilik. Nimadirlar qilib ko'rmoqchi bo'ladi. Har bitta odamning hayotida baribir shunaqa payt bo'ladi-da,
ya'ni qanaqadir imkon paydo bo'ladi. O'sha imkondan u odam o'zi tanlaydi foydalanish yoki foydalanmaslikni. Chunki keyinchalik yana bitta imkon bo'lib qolishi mumkin. Balki u imkon bundan yomonroq bo'lar, balki yaxshiroq bo'lar. Shuni nima deysiz? Har bitta chiqqan imkoniyatdan foydalanib ketish kerakmi yoki nima qilish kerak? O'zini xohishlariga ham sal erk berish kerakmi demoqchi edim. Yoki kutish kerakmi ideal imkoniyat kelishini? O'zi aslida imkoniyatni orqasidan quvish ham kerak emas. Haligi imkoniyat har xil joylardan izlanadi-ku. Oddiy misol bunga har xil kommunikatsiyaga qo'shilib turib, eventlarga qo'shilib, volontyorlik qilib, boshqa qilib imkoniyat izlaydilar. Bu narsa har doim yaxshi emas-da. Chunki odam vaqtini yo'qotib qo'yishi mumkin. Endi bu xos talabalar orasida qanaqa bilmayman. Lekin misol tekin bo'lsa ham o'zini vaqtini kesib, o'zini contribution uchun qanaqadir o'ziga foyda olmasa, просто borib kelib, tanishaman odamlar bilan boshqa ko'rib turib imkoniyat bor-ku, har xil imkoniyatlarni rejalashtirib qo'yadi miyasida. Nima qilish ham shart emas hali. Bu narsa yaxshi ham emas unchalik. O'shanga imkoniyat keldimi, foydalaning. Ya'ni kelgan imkoniyatdan foydalanmaslik bu menimcha bu yaxshi emas o'z aslida. Lekin imkoniyatda bo'ladi deb turib, balki o'zini vaqtini ketkazish ham bu yaxshi emas bu ham. Ya'ni hozir imkoniyat keldimi, foydalaning. Agar sizni o'sha boyagi gapimizga qaytadigan bo'lsak, siz yo'nalishingizda bo'lsa, sizni yo'nalishingizda sizni o'sishingizga yordam beradigan bo'lsa. Chunki ba'zi imkoniyatlar bo'ladi, undan yo'q deya olish ham kerak. Har doim ha deyish kerak emas. Chunki har doim ha deydigan bo'lsa, o'zini rivojlanishiga ba'zida vaqt ham yetmay qolishi mumkin. O'shaning uchun shu vaqt yetadi, energiya yetmay qolishi mumkin. O'shaning uchun yo'q deyishni ham bila olish kerak. Ba'zi imkoniyatlar keldimi, imkoniyat sizga yordam bermaydimi, oldindan tushunyapsizmi? Yo'q deyishga imkoniyatni qabul qilmaslik kerak. Imkoniyatni eng foydalisini olib turib, o'shani tanlash kerak. Nimadir narsa, ideal narsa keladi, unaqa bo'ladi, unaqa kutish ham kerak emas. Chunki qattan bilasiz, ertaga nima bo'lishi.